Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet iman. Men bugun so'ngak shalanglashish va uning sabablari degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi so'ngak shalanglashishninki qandaq bir kasal ekanligi, uning sabablari va uning kasal alomatlari hem shundaqla qandaq qilganda uning oldini olg'ili bo'ldiganligi, agar biz uning oldini ololmay bu kasalga giribdor bo'lgan vaqtimizda uni qandaq bir taraf qilg'ili bo'ldiganligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatında bolsun. So'ngak üzlüksüz yengilib turadigan terik to'qilma bo'lib, bir tarafdan kona so'ngak to'qilmalari o'lib tursa, yana bir tarafdan yangi so'ngak to'qilmalari shakllanib, o'lgan so'ngak to'qilmalarining o'rnini to'liqlab turdi. O'lgan so'ngak to'qilmalari bilan yangidan paydo bo'lgan so'ngak to'qilmalari orasida tangpungliq so'ngak sog'lomligi uchun bak muhim. Agar o'lgan so'ngak to'qilmalarining miqdori yangidan paydo bo'lgan so'ngak to'qilmalaridan ishib ketsa yoki yangi so'ngak to'qilmalarining shakllanishi to'solg'iga uchirsa, so'ngak shalanglashish kelib chiqadi. So'ngak shalanglashish asosliqi so'ngak zishlig'ininki to'villab ketishi yoki so'ngak to'qilmalarininki vayron bo'lishi sababidan kelib chiqadi. Undaqda bu so'ngak shalanglashishninki qandaq kasallik alomatlari bor yoki so'ngak shalanglashish kasaliga giribdor bo'lgan kishilarda qandaq kasallik alomatlari ko'rildi degan vaqtida so'ngak shalanglashishninki dastlabki bosqichida odatda hech qandaq kasallik alomati bo'lmaydi. So'ngak shalanglashish taraqqiy qilib ma'lum bosqichga borgan vaqtida so'ngak ojizlashib, tövəndəki alomatlar kelib chiqishi mumkin. Birinchi, bel og'rish va bel egilib qilish. Ikkinchi, umurtqa so'ngaki sunib ketish, ya'ni oson sunib ketish yoki izlib, mijilib ketish. Ya'ni uninki shu umurtqa so'ngakininki egizligi tövəllab ketish. Uchinchisi, bo'yi pakarlashib ketish. Ya'ni shu yashangan odamlarda ko'riladigan shu bo'yininki yosh vaqtiga nisbatan tövəllab ketishi shu umurtqa so'ngaklarininki yanchilib ketishi bilan munosabatlik. To'rtinchisi, so'ngak oson sunib ketish. Bo'libmi bak shu ig'irlik tushadigan so'ngaklarniki oson sunib ketishi yoki normalda so'ngakning sunishini keltirib chiqarmaydigan ba'zi zaxmlardan so'ngak oson sunib ketish. Beshinchisi, so'ngaklar og'rish. Mayli u beldagi umurtqa so'ngak bo'lsin yoki parchoq putdagi so'ngaklar bo'lsin, bu so'ngaklarning og'rishimi shu so'ngak shalanglashib ketgan kishilarda ko'p ko'riladigan kasallik alomatlari hisoblanadi. Undaqda bu so'ngak shalanglashishniki sabablari nima? Ya'ni nima sababdan kishilar so'ngak shalanglashish giribdor bo'ladi degan vaqtida yangi so'ngakninki paydo bo'lishiga to'solg'i bo'ladigan yoki so'ngakning o'lib ketishini tiziltadigan har qanday omil so'ngakning shalanglashishini keltirib chiqardi. Konkret sabablar nima degan vaqtida birinchidan yetarlik kalsiy iste'mol qilmaslik yoki badanda kalsiy kam bo'lish. Ikkinchisi,
sirtqa chiqmaslik, ya'ni uy ichida uzun muddat uy ichida o'ltirib xizmat qilish yoki yetib qilish, kasallik sababidan karvat tutib yetib qilish, kun nuri bilan yetarlik uchrashmaslik. Uchinchisi, uzun muddat uyda o'ltirish, harakat qilmaslik. To'rtinchisi, ko'p aroq ichish, tamaki chekish. Beshinchisi, badandagi ba'zi hormonlarning tangpungsizligi. Oltinchisi, yoshning cho'ngishi va irsiy omillar. Yettinchisi, ba'zi dorilarning aks ta'siri va ba'zi kasalliklar. Mana bular so'ngak shalanglashishniki asosli sabablari. So'ngak shalanglashish bilan munosabatli kasalliklar yoki shu so'ngak shalanglashishni keltirib chiqarish mumkin bo'lgan kasalliklar. Birinchisi, bir xil ish surik kasali, ya'ni uchaydagi binormallik tufaylidan davomli ish suradigan kishilar. Ikkinchisi, uchay yallig'i. Uchinchisi, böbrek kasali. To'rtinchisi, jigar kasali. Beshinchisi, rak kasali. Bo'lib, ba'zi rak kasallari, so'ngakda bo'ladigan yoki boshqa a'zolarda bo'ladigan ba'zi rak kasallar shu so'ngakniki shalanglashib ketishni keltirib chiqarishi mumkin. Oltinchisi, keng doiralik ilik o'smasi, ya'ni multiple myeloma degan kasalmi shu so'ngakning shalanglashib ketishini va so'ngakning oson sunib ketishini keltirib chiqardi. Yettinchisi, revmatizmlik bo'g'im yallig'i. Mana bu kasallar normalda shu so'ngakning shalanglashib ketishini keltirib chiqarishi mumkin deb qaralgan kasalliklar. Undaqda bu so'ngak shalanglashishniki oldini ilishda biz nimalarga diqqat qilamiz yoki qanday qilgan vaqtida so'ngak shalanglashishga giribdor bo'lishning oldini ola olamiz degan vaqtida sog'lom oziqlanish va doimlik chiniqish so'ngak sog'lomligi uchun bek muhim. Uning uchun birinchisi, yetarlik kalsiy iste'mol qilish. Badanda kalsiy kamlikdan saqlanish. İkincisi, sırtlarga chiqish, kun nuri bilan yetarlik uchrashib turish. Üçüncüsü, doim harakat qilish, badan chiniqtirishga ahamiyat berish. To'rtinchisi, badanda vitamin D kamligidan saqlanish. Beshinchisi, ko'p aroq ichmaslik, tamaki chekmaslik yoki tamakini tashlash. Oltinchisi, so'ngakni parchalaydigan aks ta'sir bor dorilardan amal bor yiroq turish yoki ularni qo'llanmaslik. Ko'pincha dorilarda mushkil aks ta'siri, agar mushkil aks ta'siri mavjud bo'lsa, uningki dorini tushuntirishda yozib qo'yishi mumkin. Albatta, ba'zi dorilarniki undaq bir yomon ta'sir borligi burun kishilar tarafidan doklad qilinmagan bo'lsa yoki ko'pincha kishilarda undaq bir aks ta'sir qoldirmagan bo'lsa, ba'zi kishilarda aks ta'sir qoldirishi, bu xil aks ta'sir paydo qilishi mumkin. Shunglashqa shu dorilarni ishlatgan vaqtida amal bor shu xildagi aks ta'siri bor dorilarni ishlatmaslik. Yettinchisi, so'ngak shalanglashishni keltirib chiqaradigan kasallik bo'lsa, vaqtida davolash. Biz bularga diqqat qilish orqali so'ngak shalanglashishniki belgilik darajada oldini ola olishimiz mumkin. Albatta, yana bir qism kishilarda irsiy omil va yoshning cho'ngishi sababidan so'ngak shalanglashib ketadigan ahvol yuz beradigan bo'lg'achqa buni tamoman uning tamoman oldini olish yoki uningdan tamoman saqlanish biroz qiyin. Shundaqdimi yuqoriqilarga diqqat qilsak, biz so'ngak shalanglashishniki belgilik darajada oldini ola olishimiz va uningdan saqlana olishimiz mumkin. Undaqda bu so'ngak shalanglashishniki oldini ololmay biz shu so'ngak shalanglashish kasaliga giribdor bo'lgan vaqtida uni qandaq bir taraf qilamiz yoki uni qandaq davolaymiz degan vaqtida oldi bilan
so'ngak shalanglashishniki ig'ir yengilligi va uning sabablariga to'g'ri berib to'g'ri diagnoz qo'yib chiqishimiz, ondan konkret ahvollarga qarab bir taraf qilish va davolash ilib berishimiz kerak. Birinchisi kalsiy va vitamin D'ni to'liqlash, quyosh nuri bilan yetarlik uchrashish. Bu kasallikning oldini olish uchun bak muhim. Bu kasalga giribdor bo'lgandan keyin bu kalsiyni to'liqlash, vitamin D'ni to'liqlash, quyosh nuri bilan uchrashish bular nihoyatda muhim. Ikkinchisi aktiv badan chiniqtirish va sog'lom oziqlanish. Bu kasallikning oldini olish va uni bartaraf qilishda nihoyatda muhim. Uchinchisi eng muhimi shu kasal biroz ig'ir bo'lsa, cho'qim dori bilan davolash. Bu ko'rayotganinglar shu so'ngak shalanglashishni bir taraf qilishda qo'llanilgan ko'p qo'llanilgan dorilar bo'lib, ularning ko'pinchisiniki ig'ir darajada aks ta'siri bor, ammo boshqa texmi unumlik aks ta'siri kam bo'lgan davolash usuli bo'lmaganligi uchun kishilar yanada bu xil dorilarni qo'llanishga majbur bo'lmoqda. Yani bu dorilarni qo'llanish orqali so'ngakninki buzilishini, zaxm bo'lishiniki oldini olg'ili va so'ngakninki qayta shakllanishini ozroq bo'lsa-mu tezlatkili bo'lishi mumkin. Albatta bu jihatda ko'plagan tadqiqotlar ilib berilmoqda. Balkim yaqin kelgusida texmi unumlik davolashlar o'tirg'a kelishi mumkin. O'tirg'a chiqishi mumkin. Bugungi bu so'ngak shalanglashishniki sabablari va uni bartaraf qilish to'g'risidagi leksiyani mijada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizningki tinini salomat qilsin. Xayr xo'sh. Allohga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.